Qanday qilganda bir tilni unumli o'rganish maqsadiga kelib bo'ldi. Yaqindan buyon o'sha til o'rganganlarning sonining ko'payishiga erishib, o'sha til o'rganish to'g'risida mendan masala so'raydiganlar ko'payotdi. Shuning uchun men bugun o'sha film orqali yangidan ma'lum bir tilni o'rganish olib turayotganlar, shunday til o'rganib, ma'lum bir qiyinchilikqa uchrab, voz kechish olib turayotgan yoki o'sha tilni davomlashtirib o'rganishni bilmayotganlarga qarata bir samimiy taklif beraman. Endi bir tilni egallasak, bizning yana bir ko'zimiz paydo bo'ladi, dunyoni texnik yurib ko'ralaymiz deb tasvirlasak bo'ladi. Chunki endi biz o'zimizning ona til tafakkurimiz bilan anayda tar muhitda aloqa qiladigan bir odamga aylanib qolamiz. Agar biz davlat o'rtaq til bo'lgan xanzu tili, uni boshqa dunyoviy til bo'lgan ingliz tilidagi tillarni bilsak, bizning aloqa qiladigan chambarikimiz barbara cho'ng'iydi, tafakkurimiz yangilanadi. Shunday bizning dunyodagi barliq uchurlarni qabul qilish jihatda ba'zi cheknimalarga bo'lgan tunishimiz barbara o'sadi. Endi shunday bo'lg'achqa men til o'rganishni biroz muhim deb qarayman. Shuning uchun men ham o'zimning til o'rganish tajribamga birlashtirib, shu o'quvchilarga ma'lum bir tilni qanday qilganda yaxshi unumli o'rganish maqsadiga yetkazib bo'ldi degan shu bir qancha taklif fikrlarni beraman. Bo'lsa, shu bo'yicha o'zimizning til o'rganish jarayonidagi ba'zi qiyinchiliklarimizni men so'zlagan tajriba saboqlar asosida yakunlab o'rgansak texnik yaxshi unumli bo'ldi. Har qanday bir til cho'ng jihatda shu so'zlikdan ajramaydi. Biz odatda so'zlikni pulga o'xshatsak bo'ldi. Chunki pul bo'lsa ko'p ishlarni qila olamiz. Chunki so'zlikni bilsak, biz shu tilning asosan 70-80%ni bo'ysundira olamiz. Endi so'zlik o'rgangan vaqtimizning o'zida biz bu tilni o'zimizning bir ikkinchi biri tilimiz qilib o'rgangan bo'lg'achqa, ona tilimizdek ravon, o'lchamlik bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun haddidan ziyoda mukammal egallash, talaffuzimizning bek o'lchamlik bo'lishiga islo olmaydi. Bu bizga tildan zirikish yoki bo'lmasa qiyinchilikni ko'paytirishi mumkin. Shuning uchun biz normal holatda o'sha tildagi so'zliklarni asosan bir ko'rib tushunadigan holatga yetsak bo'ladi. Buni maxsus o'lchamlik o'qib, ma'lum bir yerda nutq so'zlaydigan bunday holatga yetishimiz balki bu talab qilmasligi mumkin. Shuning uchun so'zlik intayin muhim. Endi ikkinchi birisi har qanday bir tilda ayrim grammatikaga tadqiq qilmanglar. Biz grammatikani o'sha o'qish, ya'ni yo'dining ichida egallasak bo'ladi. Asli ma so'zni yoki ma grammatik qurilmasini mandaq yerda ishlatar ekanmiz deb bilsanglar bo'ladi. Shu ingliz tili o'rganadigan kurslarga kiradigan bo'lsanglar, maxsus shu ingliz tilining grammatikasini nihoyat qiyin tushuntiradigan, grammatika orqali shu nurg'un o'quvchilarning o'rganish qizg'inligini susashtiradigan, hattoki ujug'tiradigan ma'lumotlar ko'p. Shuningdek, bir ma'lum bir tilni o'rgatishda shu tilni bir qiyin deb o'rgatamdi yoki shu tilni osonlashtiradigan yo'llar orqali o'rgatalamdi deb biz shu ma'lumning saviyasiga hukm qilsak bo'ladi. Ma'lumning yaxshisi ma'lum bir qiyin ilmni bolalarga oson yo'llar o'rgatadigan ma'lumni biz haqiqiy ma'lum deymiz. Endi uchinchi bir ta'kidlaydiganning o'zi biz shu tilda yana ko'proq shu o'qib berish, uni boshqa so'zlash, anglash, yezishdan iborat shu iqtidorlarga teng ahamiyat bersak bo'ladi. O'qiy oladigan, so'zlayolmaydigan yoki bo'lmasa yoza oladigan va yoki shu boshqalarga so'zlab tushuntirmaydigan mandaq holatda bu qasaq bo'lmaydi. Bo'lsa shu anglash, o'qish, so'zlash, yezishdan iborat shu 4 xil iqtidorga teng ahamiyat bersak demoqchiman. Endi bulardan sirtma shu til o'rganishda til muhiti intayin muhim. Masalan, men ishga turish jarayonida shu Beijing, Tianjin, Xebeydagi bir qism shu boshlang'ichni chala o'qigan bir qism bizning Xinjianglik qiyindoshlarımızdan nəhayət ölçəmlik Putin so'zlaydiganligini his qildim. Endi mushlardan ko'rishga bo'ldi. Bular shu til muhitida mush tilni egallagan. Shuningdek biz hamda bu sharoitim jarib qolsa 3 oy, 6 oy yoki 1 yil maxsus til muhiti bor maktablarga, tarbiyalash kurslariga va yoki shu sharoitlarga borib egallab qolsak bo'ldi. Endi eng oxirida men shu tilni egallab zodi nimish qilaman deganni biz cho'qim bilishimiz kerak. Nurg'unlagan shu tilda ravon so'zlaydigan kishilar bor, lekin bularning turmush saviyasi nəhayət tuya holatda. Bunda bo'lib qolsak bo'lmaydi. Men tilni zodi nima uchun o'rganaman? Shu tilni o'rganib bo'lgandan keyin mening hozirgi holatimda ro'shan bir o'zgarish bo'lamdi, yaxshilanish bo'lamdi deganni cho'qim oldin shart qilib, ma'lum bir maqsad muddaolar o'rgansak, andin biz haqiqiy til o'rganish maqsadiga yetamiz.